Assalomu alaykum hurmatli Sefer va IELTS muxlislari. Bugun do'stlar IELTS writing testini ko'rsatganmiz. Bu tasvirning mavzusi do'stlar double part question essay turlari. Mavzusi shundan iboratki, ba'zi bir odamlar aytayaptiki, pul deyapti, pul baxtga erishish uchun eng asosiy omillarning biri deyapti. Birinchi savol aytayapti, nima uchun sen shunday deb o'ylaysanmi, odamlar ko'p pulsiz baxtli bo'la oladimilar? Ikkinchisi, boshqa baxtga yetaklovchi omillar nimalar deyapti. Demak, birinchisi o'sha hukm bilan boshlayapmiz. Shunday deb ishoniladiki, odamlar shunday deb o'ylaydiki, pul baxtga erishish uchun asosiy rol o'ynaydi. Garchi moliyaviy o'sha barqarorlik, xavfsizlik va qulaylik tushunchasini bersa-da, men qattiq ishonamanki, baxt to'liqligicha boylikka bog'liq emas. Bu inshoda men, mana qarang, indication to the body shunday bo'ladi. Bu inshoda men nima uchun odamlar ko'p pulsiz baxtli bo'lishini va baxtga yetaklovchi boshqa muhim rollarni, omillarni nima qilaman, muhokama qilaman, baxtga yetaklovchi deyapti. Tushunyapsizmi? Muammo bormi? Yo'q. At the outset deb mana bu savolga javob beraman. Ya'ni do you think people can be happy without much money bor o'sha savolga. At the outset degan to begin with degani, ya'ni shu bilan boshlansa degani. Sen aytyapti, shu bilan boshlaydigan bo'lsak, money certainly provides the means to fulfill basic needs such as food, shelter and health care which are essential for well-being. Pul deyapti, pul o'sha basic, elementarniy bizga muhtoj bo'lgan narsalarimizni nima qiladi? Ta'minlaydi. Oziq-ovqat, kiyim-kechak va mana oziq-ovqat, boshpana va sog'liqni saqlash. Qaysiki biz nima well-being degani sog'lom bo'lishimiz uchun muhim bo'lgan faktorlar. It can also offer opportunities for leisure activities, travel and personal growth, all of which can enhance life satisfaction. Va u yana shunday imkoniyatlar taqdim qiladiki, bu bo'sh vaqtda turli xil nima faoliyatlar bilan shug'ullanish, sayohat qilish, shaxsiy o'sish inson sifatida va bu albatta o'sha hayotdan qoniqishni nima qiladi? Hissiyotini oshirar ekan. Please don't move my friends. Xalaqit beryapsizlar, qimirlamanglar. Biroq o'zi kirmay turishlari kerak edi. Biroq shovqin bo'lib ketyapti-da. Biroq deyapti, biroq. Ba'zi yana bitta aniq fikr borki, mana bu materialistik, material bo'yicha, ya'ni o'sha xomashyoni izlab boylik, the pursuit of material wealth often fails to bring lasting joy. Faqatgina boylik istab harakat qilingan harakatlar nima oxirgi nimani bermaydi? Mazani bermaydi deyapti. Tushunarlimi? Ya'ni boylik har doim ham maza bermaydi deyapti. Many studies show that after an individual's basic needs are met, additional wealth doesn't significantly increase happiness. Shunday tadqiqotlar borki, shuni ko'rsatadiki, odamlarning asosiy o'sha muhtoj bo'lgan narsalariga erishganlaridan so'ng qo'shimcha boylik muhim baxt tushunchasida muhim nima bermaydi? O'sish bermaydi. Xo'p, faktga asosan excessive focus on money can lead to stress, anxiety and lack of fulfillment as people may become consumed by the desire accumulate more. Do'stlar, bu nima degani? Faktga asosan boyagi pulga faqat e'tibor qaratish bu stressga, xavotirga va o'zidan qoniqish kamlik hissiyotini berishi mumkin va odamlar o'zi istagan hayotga ko'milib ketadilar. Tushunarlimi? Dunyo yutib yuboradi deydi-ku, xuddi shu narsa. Bundan tashqari deb endi ikkinchi savol nima edi? Boshqa faktorlar bormi? Baxtni belgilab beruvchi deyapti. Bor ekan ishni. Bundan tashqari u yerda turli xil pulga bog'liq bo'lmagan omillar bor. O'sha baxtga yetaklovchi. Strong relationships with family and friends provide emotional support and sense of belonging, which are vital for mental and emotional well-being. Aytayapti, o'sha kuchli do'stlar va oila bilan aloqa bu emotsional, hissiy qo'llab-quvvatlov bilan va o'sha birovga tegishlilik, muhimlik ahamiyatingizni sizga ta'minlab beradi. Qaysiki bu ham emotsional, ham o'sha aqliy tomondan nima muhim hisoblanadi deyapti. Personal achievements such as pursuing a passion or helping others
can lead to a deep sense of fulfillment that money cannot buy. O'sha shaxsiy hayotdagi yutuqlar, xususan o'sha boyagi kuchli ixtirosingiz, qiziqishingiz ortidan quvish va boshqalarga yordam berish bu hayotda o'sha qoniqish, chuqur qoniqish hissini beradi va buni siz pul bilan sotib ola olmaysiz. Additionally, qo'shimcha tarzda factors like good health, a positive outlook on life and sense of purpose can significantly enhance an individual's happiness. Qo'shimcha tarzda xususan shunday omillar bor: sog'lik, yaxshi sog'lik, hayotga bo'lgan ijobiy qarash va o'sha maqsad tushunchasi, maqsad hissiyoti bu insonning baxt omilida yuqori o'sishni yoki yuqori bir his-tuyg'uni amalga oshirishi mumkin. Xulosa o'rnida shunday deyishimiz mumkinki, while money can facilitate certain aspects of life, it's not the most important determinant of happiness. Garchi pul ba'zi bir qulayliklar yaratsa-da hayotda, ammo pul bu baxt tushunchasining eng asosiy omili emas. Non-material elements such as relationships, personal growth and well-being are crucial for long-lasting contentment. Pulga bog'liq bo'lmagan elementlar, xususan aloqa, ya'ni o'sha boyagi do'stlar bilan, oila bilan va shaxsiy o'sish va o'sha sog'lom bo'lish bu o'sha hayotda uzoq maqsadni ko'zlagan maqsadda muhim hisoblanadi. Shuning uchun odamlar ko'p pulsiz baxtli bo'lisha oladi, конечно, as happiness is influenced by a broader range of factors beyond financial wealth. Chunki pul odamlar ko'p pulsiz baxtli bo'la oladi, chunki moliyaviy boylikdan tashqari boshqa baxtga ta'sir ko'rsatuvchi omillar keng deyapti. Tushunarlimi do'stlar? Mana shu yerda do'stlar ikkita savolga javob berdik. Quyidagicha javob berdik. Body 1 ga tepada, body 2 ga tepada. Tushunyapsizmi? Hech qanaqa bu yerda bir qolib ketgan joyi yo'q. Xulosasi ham o'sha 3 ta yo 4 ta ideyadan tashkil topgan. Mana shu yerda esseyimiz o'z nihoyasiga yetadi. Inshaalloh keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Bum.